Lavaniya shahzodasi Tomasni tanishtirishimga ijozat bering. Salom. Men Eziman. 183-ko'chadanman. Sizdan iltimos. Reverans kerak emas. Bilaman, lekin reverans sizni yurtingiz ayollar uchun majburiyat bo'lsa, biz uchun bu shunchaki xushmoq. Bizning yurtimiz haqida ancha ma'lumotga ega ekansiz. Yo'q, shunchaki bu yerga kelayotganimda o'qib keldim. Xo'sh, balki boshlarmiz. Kechirasiz. Men xizmatchini chaqiraman. Quloq soling, to'xtang, hammasi joyida. Tinchlasangizchi, bunday holat hammada bo'lib turadi. Shunday qilib, menga qanday turmak yarashadi? Boyagi baqiroq bechora qizni kamsitayotganida nega siz jim turdingiz? Bu shunchaki mening ishim emas. Ha, demak sizniki. Yo'q, men Lekin u sizga xizmat ko'rsatayotganida, agar men mijozlar bilan shunday munosabatda bo'lsam, ularni yo'qotishim. lekin men shahzodam. Meni yo'qotadigan mijozlarim. Rostdanmi? Davlatingiz fuqarolari mijozlaringiz emasmi? Yo'q, ular meni qo'l ostimdagi odamlar. Bilasizmi nima? Sochingizni o'zingiz kesing, zot oliylari.